Aka, Chilonzor Uchtepa taraflardan uy qarab yuribman, lekin OLX Instagramdagi e'lonlarga telefon qilsam hammasi sotilgan. Nima maslahat berasiz? Kam xabaring yo'qmi Chilonzor Uchtepa rayoni bilan shug'ullanadigan Milad Estate agentsiyasi borligidan? Telegramga kirib poisk berasan, Milad Estate kanaliga obuna bo'lasan. 600 dan oshiq uylar bor, bir xonalidan boshlab 3 xonaligacha. Qulaylik tarafi hashtag orqali necha xonali va qaysi kvartaldan kerakligini ko'rsang bo'ladi. Sotilib ketgan uylar Telegram kanaldan o'chirib tashlanadi. Har kuni yangi ma'lumotlar qo'yib boriladi. Aka, Chilonzor Uchtepa taraflardan uy qarab yuribman, lekin OLX Instagramdagi e'lonlarga telefon qilsam hammasi sotilgan. Nima maslahat berasiz? Kam xabaring yo'qmi Chilonzor Uchtepa rayoni bilan shug'ullanadigan Milad Estate agentsiyasi borligidan? Telegramga kirib poisk berasan, Milad Estate kanaliga obuna bo'lasan. 600 dan oshiq uylar bor, bir xonalidan boshlab 3 xonaligacha. Qulaylik tarafi hashtag orqali necha xonali va qaysi kvartaldan kerakligini ko'rsang bo'ladi. Sotilib ketgan uylar Telegram kanaldan o'chirib tashlanadi. Har kuni yangi ma'lumotlar qo'yib boriladi. Aka, Chilonzor Uchtepa taraflardan uy qarab yuribman, lekin OLX Instagramdagi e'lonlarga telefon qilsam hammasi sotilgan. Nima maslahat berasiz? Kam xabaring yo'qmi Chilonzor Uchtepa rayoni bilan shug'ullanadigan Milad Estate agentsiyasi borligidan? Telegramga kirib poisk berasan, Milad Estate kanaliga obuna bo'lasan. 600 dan oshiq uylar bor, bir xonalidan boshlab 3 xonaligacha. Qulaylik tarafi hashtag orqali necha xonali va qaysi kvartaldan kerakligini ko'rsang bo'ladi. Sotilib ketgan uylar Telegram kanaldan o'chirib tashlanadi. Har kuni yangi ma'lumotlar qo'yib boriladi.